Assalomu alaykum aka. Alaykum. Poytaxtgamidi? Ha, ketdik. Ha, yaxshi bo'ldi. To'xtang, mashinada nima rixdi bor? Bilib qoldingizmi? Go'sht olib ketyapti uni Qashqadaryodan. Nima? Qanaqa Ko'rasizmi? go'sht? Jizzaxda sifati kafolatlanmagan go'sht mahsulotlarini poytaxtda sotish uchun olib ketayotgan Cobalt haydovchisi aniqlandi. Soha xodimlari tomonidan o'tkazilgan tungi reyd tadbirida Jizzax viloyati Do'stlik tumanida joylashgan Manas 14 yo'l patrul xizmati maskanida Qashqadaryo-Toshkent yo'nalishida harakatlanayotgan ikkita Cobalt mashinalari shubha uyg'otganligi uchun to'xtatilgan. Shu bois Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanida yashovchi haydovchilar boshqaruvida bo'lgan avtoulovlar to'xtatilib, yukxona va salonlari tekshirilgan. Mazkur jarayonda ikkala avtomashinalarda ham jami 1897 kilogramm og'irlikdagi yirik shoxli hayvonga tegishli go'sht mahsulotlari bo'lib, ammo veterinariya sanitariya qoidalariga zid ravishda tashish qoidalarini buzgan holatda Toshkent shahriga sotish uchun olib ketilayotganligi ma'lum bo'lgan. Tadbir davomida ushbu go'sht mahsulotlari maxsus laboratoriya tomonidan ekspertizadan o'tkazilgan. Xulosaga ko'ra, 677 kilogramm go'sht insonlar iste'moli uchun yaroqsizligi aniqlanib, ushbu mahsulot yoqish yo'li bilan yo'q qilindi. Mahsulot egalariga nisbatan esa tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirilib, ma'muriy javobgarlik belgilandi. ayrim go'sht rastalarida yoki bozorlarda mahsulotning narxi ancha arzon ekanligiga guvoh bo'lamiz. Biroq shu o'rinda o'ta muhim eslatma. Xaridni amalga oshirishingizdan avval mahsulotning sifati kafolatlanganligi haqidagi hujjatni so'rashni unutmang. Zero bu sizning va bizning sog'ligimiz uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Kechirasiz aka, sizlarda hujjatlari bormi go'shtni? Halol va sifatli, xotirjam kelaverasizlar.